Voy. Shahnozaxon, qalaysiz? Yaxshi. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Namangandanmisiz? Assalomu alaykum, yaxshi. Namangandanmisiz? Ha? Kartez bormi yuzda kartez? Ha, bor. Karta raqamingizni ayting. Opajon, bitta narsa aytaman, meni fikrim endi kim jannat, kim do'zaxni Alloh biladi, lekin siz jannatiy insonsiz. Mana shunday bir jannatni kaliti oldingizda, siz ana shu kalitni inshaalloh mana shu qizingiz orqali siz jannatiy insonsiz. Yaxshi qaraysiz. Qizingiz xarakteri zo'r ekan. Menga gapirishlari, qanaqadir anulari yoqdi. Qanday tushuntirsam sizga? Bittada o'zim bilaman-da odamlar qandayligini. Men shunday ko'p odam bilan muloqot qilganligim uchun bittada bilaman, siz jannatiy insonsiz, opajon, siz siqilmang. Mana shu Taqdir akang qarang, Otabek Madrahimov qo'shiqchini taniysan? Ha, taniymiz. Hozir mana shu inson bilan gaplashdik. Bunaqa qanday? Otabek Madrahimov meni tanisa, men hozir mana shu podpischalarimni bir insonga hadya bermoqchi edim. Haqiqatan ham meni ko'rgan ekan, meni Otabek Madrahimov taniykan. Shuning uchun mana sizga yordam qilyapmiz hozirroq. Kamimiz ham ko'pini ko'rasiz. Opajon, hozir tushsa esingiz boradimi sizga? Ha, kartamni ichiga kirib ko'rsam kelishi ham mumkin. Qachonmi? Ha, Hozir esimiz. Keladi, hozir anoqlamiz. Shahnozaxonni kam kuchlariga ishlatasiz. rahmat, yashang Sardordan, joningiz sog' bo'lsin, iloyim. Rahmat sizga. Sog' bo'lsin. Bizdan qaytmasa, Xudodan qaytsin sizga. Men malades, yo, siz